Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Biz Delcor'da ofitsiant dilerni oldiga kelganmiz. Bu yerda geliy akkumulyator, fosfat, litiyon, har xil turdagi akkumulyator bor. Nomeri keladigan bo'lsa 33 399 0888. Nodir bek aka yoki Laz bek aka обращаться qila olasizlar. Hozir eksperiment uchun bizga akkumulyator berishdi Delcor. Keyinlar ko'rsatadigan yangiligini tushunmaydiganlar ham bo'ladi. O'shaning uchun mana plus, mana minus. Mana 11-12,5 volt ko'rsatyapti. Yangi akkumulyator, garantiyli. Endi biz bunda eksperiment qilamiz. Eksperiment uchun berishdi bizga. Qanaqa eksperiment qilamiz degan savollar bo'ladi. Birinchi eksperiment bu choy qaynatish yo'li. Zo'ra, ikkinchisi akkumulyator portlatish. Bum! Boshladik. Bitta, keldi operator. Birinchi eksperiment uchun bizga lezgiya kerak bo'ladi. Sim bayladik, ikkita sim. Suv. Buni suvga tiqamiz. Uyda gaz yo'q bo'lganda rost yordam beradi. Menga yana bitta qo'l kerak ekan, uni o'zimiz qilib beramiz. Tak, mana ichiga soldim. Mana operator, mana ko'rsating. Mana. To'xta. Mana, mana. Uj. To'xtanglar. Buni bunday ko'rsatishimiz kerak. Qaynamayapti-ya. Qaynamayapti. Ya keyla qaynatmay qo'yaylik, undan ko'rachi. Ключni olamizda. Ya bismillah. Portlaydim, portlamaydi. Tekshirmoqchimiz. Ishmadi, qaynab ketmadi. Lekin mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana полностью erib ketdi. Mana yaqinroq ushlab turing shunday. To'xta, mikrofonimni qo'yaman. Ovoz eshitilishi. Ключni qaynab ketganini qaranglar. Ключ qizib ketibdi. Ключni qani qaynatib ko'ramiz, isitib ko'ramiz va suvga solamiz. Portlaydim, portlamadim. Короче. Qaynab ketgan. Ovoz eshityapti. Ovoz eshityaptimi? Ключni qaranglar nima bo'lib ketdi. Kimga shunaqa kачественный akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nodir akaga aloqaga chiqarsizlar. Delcor nomeri keladigan bo'lsa 33 399 0888. Любой akkumulyator bor. Keyingi akkumulyator qanaqasini tekshiraylik? Kommentariyada izoh qoldiringlar. Adresiga keladigan bo'lsak, Qumariq 95.